Assalomu alaykum qadrli parvoz aka ukalar. Mana uyimizdagi eng katta partiyalar aka ukalar. Sizlarga tekrar qilib obzor qilib qo'y dedim. Tomoshaga aka ukalar. Mana bu xo'rozimiz aka ukalar ana. Shu joy aka ukalar. Sentyabrda ochilgan o'tgan. Bolachamiz. O'tgan yil qo'yib borardim internetga shu olachani bolasi. Bu xo'rozimiz. Uni eski eni makkalarimiz. Mana kichkina cho'jalarimiz yuribdi. Bunaqalardan narsa ko'p ochilib qolgan aka ukalar. Yurishibdi, urishib boshlab ochilib ketganlari ham bor. Boshqachalar ham bor mana. Men o'tgan yil tanasi deb chiqarardim. Mashina zotidan bo'lar. Mana qizillar. Buni makonlar mana ikkita makon, ikkita o'roz. Mana qoralar. Qora makon o'tgan yil qora makonim bo'ldi. Braziliya zot mana qora makonlar. Qora o'rozlar, qora makon. Bu qoralar bitta makon bu yo'q. Mana o'rtada. Mana makon. Narilar o'roz. Katta o'rozimiz yuribdi. Mazza qilib yuribdi, qaranglar aka ukalar mana. Mayog'ida. Yonimizda adram bor mana. Ko'rdingizlarmi? Ular shunaqa gaplar aka ukalar. Cho'jalarimiz o'ta go'zal hayot yashab, kun kechirishyapti. Maza qilishyapti ana shuni. Ko'rdingizlar? Baho berib qanaqaligini endi kommentariyga yozib o'tasizlar. Yaxshi katta bo'lyapti-kanmi, yomonmi? Martda chiqqan cho'jalar aka ukalar, martda. Mayog'imizda daryo ham bor. Hamma sharoit yetarliligi uchun zo'r katta bo'lyapti aka ukalar. Mana makonimiz aka ukalar mana. Yaqinda yetim tashladim. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa aka ukalar, like bosib kanalımizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Ko'rishganda ko'rishguncha obunachilarimiz. Sog' salomat bo'lib, videoga bitta like tirs etib bosib qo'yishni unutmaysizlar aka ukalar. Sog' salomat bo'linglar.